Hech kim bunaqa qilmaydi, lekin men qildim. Oldin bilmaganim uchun to'g'risi afsuslandim. Juda ham oson, oxirida bilib olasiz. O'qishdan ishdan shoshib keladigan kelinlarimiz uchun tok qilishi osongina usulini topib qo'ydim. Uyistigil aniq shokda qolishadi. Birinchi nachinkamizni tayyorlab olamiz va yog'langan keks qolipiga tok barglarini terib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilganidek ketma-ketlikda terib chiqib, ustidan issiqqina qaylasini quyamiz va 200 gradusga 1 soatga pechga jo'natamiz. Davomini ko'rishdan oldin profilimga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Tok tugishga erinadigan o'rtoqlaringiz bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'ying, ko'rib bir mazza qilishsin. Tayyorlanish ketma-ketligi va to'liq retseptini video tagida yozib qoldirdim. Siz qaysi variantini tanlagan bo'lardingiz? Soatlab qo'lda tugish yoki oson, noodatiy va hammani hayron qoldiradigan keks qolipda qilish?